Nech pul? 26 million so'mga hurmatli obunachilar savdo. Bering dehqon sog'ib ichib duo qilib qo'ysin aka haqqingizga. Yo'q. 27 ga so'rasang keyin so'yga. Nech pul xursand bo'lib? Tortinchi aka? 7 uy bo'g'oz ekan, hurmatli obunachilar, 31 million 500 ming so'mga. Anas aka, bering. Yana nimasi qoldi? 200 ming kam 32 million so'mga borib boradi. 1 million so'm masjidda xaridori bor. Aka. Qonnada. Necha aka? Tug'adi bir hafta 10 kun. 2 million 200 ming kam. Bor aka. Yetkizib olsin. Zo'r. Bolam chiroyli narsa, puli yarasha, shu bo'ylari 125 ta atrofida. Bu talg'ir nech pul? 45 million kami bor ekan. Bolasi bu qo'ygan. Nechta suti bor? Malades. 8 litr sutga 45 million kami bor. Bolasi buqa bo'ylari shu 115 20 chiqmasa kerak, 115 ta atrofida. Savdo qilishdimi? Dadasi bilan gaplashib, barakasi bersin. Hatta nima bo'lyapti? Pas, mashmon. Nechta? Ana bozor qilishyapti. Mo'la qiziq, mo'la. Nima qilmoqchisiz? O'zi olmaydi. Bu qo'yganda shuncha bo'zayda olib qo'ying deyapsiz ekanda, xonasimizni indamay turasiz. Bu novozli uchun bo'zayda olib qo'ying, bo'zayda deyapti-da, xonasimizni indamaydi. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari. Sigir bozoridan video roligimizni boshladik. 2025-yil 12-oktyabr. Yakshanba tongidamiz. Andijon viloyati Marhamat chorva bozorida. Nech pul Jahongir aka? Nech pul boyagi? 22 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti. Yo'q, barakasi bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlar uchun 22 million 200 sigir bozorida video rolikni chiroyli qilib ko'rsatib e'tiborlangan bo'laman. Torting. Boyaga nech pul bu? Voy joni sog' bo'lsin. Bolasini olib o'tinchi, bitta rasm olib qo'yaylik-chi. 50 million xayri bor ekan. Bolasi buqu ekan-da. Novoz bolasi, hurmatli obunachilar, 50 million kami bor ekan. Bo'ynini tagiga qo'ying. Boyaga kallasini ko'tarib turing-chi. Mana. Mashina oldi, xudo xolasa fonda ko'rasizlar. Nechta sut? 13 ta sog'layapti bolasi. Nechini tug'di? 2. 2ni tuqqan, bolasi ham qanchaga o'lyapti. 13-14 litrga. Bolasi ikkinchisi. Bo'ylari shu 125 ta o'rtasida. Narxi 50 million. Savdo qilishdimi? Nech pul? 41 berishdi. Malades. 41 million so'mga sotilmayapti. Qarang. Hamisha molni hali sutiga qiyoslanmaydi, hurmatli obunachilar. Sifat hamga rol o'ynaydi. Bola ham buqa bo'lib ham keyin. Barakasi bersin. Zo'r mol ekan. Bozoringlar bersin boy aka. Mana nima bo'lyapti? Novoz ekan bolasi. Sizni ham olaman. Like bosinglar, obunachilar deb qo'ying. Like bosing, obunachilar. Bekor o'tirishibdi. Ashadani qo'y. Nech pul boy aka? 6,5 ming. Internetga qo'ymay buni. Nimaga? 16,5 million so'm. Bolasi novozchi. Nechta suti bor buni? 5 ta. 5 litr sutga. Kichkina sigircha ekan. Ha? Yo'q, YouTube'ga qo'yaman. Hozir premyer efir qilmayman. Barakasini bersin.
Nechta? Bitiring. 32. Kel vaqtingiz o'tkazyapsiz. Nechta suti bor? Bozor shamoli. 32 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Bolasi Xunajin. Nechta sut? 10 suti bor. 10 ta sutga. Gap yo'q. 32 million so'm. Shyapti aka. Qonni deydigan buqada buni. Yo'q, qonni deyna qatdan bilasizmi? Qo'l solganimizda tashag'i shaqilladi. Mashg'ul. Sen sifatini tursa xolos. 27 million. Bolasi bu ekan 27 million 200 ming so'm savdo bo'lyapti. Qonnida necha oy? Yo'q, hali bir o'zi savdo qilgan 27 million ziyoda. Qonnida necha oy boy aka? 2 oy aka, yumonasi bor ekan. Bir oy 2 oy bo'ldi. Oldingizmi buni? Qani bolasi? Ko'ryapsiz. O'zinglar yechib, o'zinglar ko'rib olyapsizmi? Ne yapıyor yaxshi. Mattan nima bo'lyapti, hurmatli obunachilar? Muncha odam, hal. Ichlikdan ish qilib. Necha pul berishyapti ekan? Shuncha odam urib, necha pul beryapti? Bolasiyami? 16 million 600 ming. Enasini o'ziga savdo bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Necha pul boy aka? Qonnida ham bormi? 7 oylik bo'g'oz, yonida bolasini ovoz 33 million so'm. Suti yo'q hozir. 3 litr hozirda suti bor ekan. 33 million savdo bo'lgan. Mana. Bu ham ovoz ekan bolasi qarang. Aka buni necha pul qilishdi? Qancha qilishdi? 31 qilishdi aka. 31 mi? Qonnida bormi? Qonnida bor. 2,5 31 Oxiri 31 gacha savdo bo'libdi. Bola buqa qonnida necha oy? 2 oy bormi? 3 oy? Aniqmi yo gumonmi? bor xudo 70-80% aniq ekan. Suti nechta buni? 31 million so'mgacha savdo bo'libdi, bermayapti. Bozorini bersa. Necha qora aka? 28 million 400 ming so'm. Bo'g'ozligini tekshirtirgan olib ketishyapti ekan. Yomon ham chang bozor. Hurmatli obunachilar, alhamdulillah. Boyaga necha pul bu? 40 million xayri bor ekan. Nechta sut, nechinchi bolasi? Necha oyli? Necha oy? 1 oylik gumonasi bor ekan, 5-bolasi qonnida ekan. Nech pulga bermadingiz? 29? 29 million so'mga sotilmayapti. 3 bosh ekan. Salkam. Yaxshi. Ova 130 dan nari berishdi, bor, katta mol ekan. Ko'rinishi yosh mol yo'q sherga, shoxlari kalta-kalta ekan. Yosh. Nomeringizni berib qo'yaylikmi? Ayting. 91lik. 91lik. 160 160 0402. 0402. Aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, davom etamiz. Ha, boy aka. O'zimikin? Sonlar yaxshi. Tashmish aka, nima gaplar? Ha, nima sotmayapsiz ularda aka? Kelishi hammasi maqtab yotibdi. Bunaqa yaxshi mol sotmayman deb turibman. Uyga kirgach sog'ib iching bo'lmasa. Shu uchalasi bor. Gap yo'q. 3 ta 1, 2, o katta qora ola 3. Sigir seroq.
Birinchi tug'ma 8-9 litr suti bor. Ha. 2 yashar. Bo'ldi, ochmay qo'yavering, bilinib turibdi o'zi. Yana bu qo'ya qo'yib qo'ydi. Puli nech pul? Qo'ya qo'yib qo'ydi. Chiroyli bo'lib qoldi. Puli nech pul? Puli 35 million kami bor. 30 million baho qilishyapti. Bo'ylari bir 40. Malades. Bu talg'ir. Bu talg'irda buni ham 40 million qilishyapti. 5 oylik bo'g'oz 6 litr suti bor. Yaxshi. Katta narsa-chi? Katta narsani buni 45 million kami bor deyapti, 17-18 suti bor. Xunachi. Bolasi xunajim, o'zi ham xunajim birinchi tug'ma. Sinovda mollar. 1 million pul beradi, sinab olaveradi. Yo'qsa qo'yami beradi. Bir hafta sinab ko'rib. Yo'q, hurmatli obunachilar. Nomer aytingchi? 93lik. 93lik. 895 82 85. Bozoringiz bersin. Nech pul bu? 25 million kam bor ekan. Voy, beka. Qonnidachi? Qonida qo'yganimizga bir oydan o'tdi. Qo'yilganiga bir oydan o'tdi. Qaytalanmabdi hali. Nech pulga bermadingiz? 21 millionga bermadik. 21 ga bermadingiz. 21 ham berib yuborasizmi? Kelishlar. Nomeringizni aytingchi? 99 99lik. 799 799 53 Ishqoz bo'lsanglar, aloqaga chiqaverasiz. Hurmatli obunachilar, mana bu molimiz 23 million 300 ming so'm bo'pti. Qisir ekan. Ammo chiroyli narsa, baland narsa ekan. Mana bo'g'oz nech pul bo'ldi ekan? Amin aka. Nech pul bo'pti u aka? Nech oylik ekan? 27 million so'mga bor baraka bo'ldi. 10 kunligi bor. Kim oldi buni? Boqqani oldingizmi? Yo sotganimi? sotib yuboraman. Ishi yaxshi ekan. Yaxshi nima? Qittig'i bor ekanda tuqqandan keyin yuvashar ekan, hozir ushatmadi. Ha. O'zi 10 litr sog'ib ichganman. Silatmayapti ham ushatmayapti. Ha. Tarbiyasi bor, qilish kerak. Ya, bu chiqsa o'zi sog'ib ichib yurgan ekan, haligi birov qashib netib ushlamagan ekanda. Ha, tushundim. Bozoringiz bersin, yaxshi. Hop, bo'g'oz bozoriga o'tamiz. Nechmi? Nech oylik edi aka? Nega, shu taysopdi. 30 millionga baraka bor. Anvar boy jigar siz uchun boshladik. Nech pul berdingiz boy aka? 17 tadan ber, xaridor bitta. 29 million so'm. Necha oy? Kuni qolgan 7 bo'g'oz ekan. 29 million. Siz nech pul deyapsiz? 5 million tushibsiz-a? 5 million. Yo'q deb qo'ya, 40 dedingiz. O, aldamang, 40 dedingiz. Bizga tushyapsiz-da, siz. Bu yoqqa ko'tarilib, men ham bu yoqqa tushyapman. Yaxshi, barakasini bersin. Bu necha oylik bu? 8 oylik. Nech pul qilishdi? 18 yarim. 18 million 500 ming qilishibdi. 8 oylik xonajincha. Chiroyli sigircha bo'lar ekanda. Ixchamgina. Bu necha oylik bu? Bu necha? 5-oy. Bu necha pul qilishdi? 16. Buni 16 million qilish. Bu kichkina mollar, hurmatli obunachilar. Bo'yi pastroq mollar, yig'ida 91 da atrofida. Bu necha oylik aka? Pulichi? Nima, molingizni hammi? Molingizni ham olmayman. Molingizni ham olmayman. Bozoringiz bersin. Bo'ldi aka, siz nima desiz shu? Boshqa mol oldisangiz, boshqa mol olaman. Necha oylik bu chiroyli? 7 oylik. Pulichi? 20 million 500 ming so'mga sotilmayapti. Yo'lda turibmiz. Ammo chiroyli narsa ekan.
Mana hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, Xudo xohlasa sigir bozorini ham, bo'g'oz bozorini ham chiroyli qilib ko'rsatdik. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Nech pul boy aka? 20 Necha oylik? 5 oylik. 5 oylik, 20 million 500. Suti bormi? Sog'may qo'yib. Akalar, hammaga kattakon rahmat. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Faqatgina like bosib, pandeshada bo'lib turinglar. Biz videoda charchamaymiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.